Binafsha shu'lasi 12-qism. Hayot tashvishlanib, yalingan ohangda dedi. Lekin yana kitob o'qigim kelyapti. Amin ko'zlarini yumgancha xo'rsindi. Haqiqiy hayot bilan kitoblar orasida muvozanatni ushlashni o'rganishing kerak. Hayo biroz asabiylashdi. Xo'p, o'rganaman, lekin yana kitob o'qishni xohlayman. Ayni vaqtda zerikarli hayotimga qaytishni istamayman. Amin Hayo tomonga o'girilib, qo'lini uning yelkasiga qo'ydi. Haqiqiy hayotingdan abadiy qochib yurolmaysan. Unda qolishga arziydigan biror narsa qidirishing kerak. Hayo Aminning ko'zlariga mo'ltillab, titragan ohangda yana yalindi. Iltimos, faqat bittagina kitob. Amin xo'p yaxshi, qani men bilan yurchi deb yerto'la tomon yo'l oldi. Hayo ham uning ortidan ergashdi. Ikkovlon qop-qorong'i yo'lak orqali zinadan pastga tushishdi. Amin bir nechta shamni yoqqanida atrof yorishdi. So'ngra Amin Hayoga charm kursiga o'tir deb ishora qildi. Hayo tabassum qilgancha o'tirib ishtiyoq bilan qiziqarli kitob o'qishni istayman dedi. Amin tokchalarini diqqat bilan ko'zdan kechirarkan so'radi. Bu safar boshqa chirog'ini sinab ko'rishga nima deysan? Hayoning shavqi oshib hayajonlanib javob berdi. Farqi yo'q, bo'laveradi. Amin qora kitobni olib, Hayoning oldiga tumbichkaga qo'ydi. Mana shu kitobni sinab ko'rchi. Hayo tabassum qilgancha tezda kitobni olib, kuchli qiziqish bilan nomini ko'zdan kechirib, eshitiladigan ovozda uni o'qidi. Ojizlik. Sarlavhani o'qigach, Hayoning yuz ifodasi o'zgarib, xavotir aralash savolomuz nigoh bilan nomi dil tortar emas ekan, janob Amin dedi. Boshqasini beraymi? Hayo kitobni quchoqlagan holda Aminga qaradi. Yo'q, lekin xavotir olma, bu juda yaxshi kitob. Sizda yomon kitoblar ham bormiki, bu kitobni yaxshi deyapsiz? Amin qahqaha otib kulib yubordi. Ajoyib savol. Ishonamanki, har qanday kitob mazmunidan qat'iy nazar o'zida bir yaxshi jihatni namoyon qiladi. Lekin uni ko'ra olish o'quvchining o'ziga bog'liq. To'g'ri, men kitobxon emasman, lekin dunyoda befoyda, umuman yaxshi jihati yo'q, yomon kitoblar ham mavjudligini eshitganman. Yaxshi deganda nimani tushunasan? Yaxshi deganda nazar solishimizning o'zidayoq qalbimizga surur bag'ishlaydigan har narsani tushunaman. Sen faqat uning yuzaki jihatini bilar ekansan. Nima demoqchisiz? Amin Hayoning quchog'idagi kitobga ishora qilib so'radi. Mana u kitob qalbingga surur bag'ishladimi? Hayo quchog'idagi kitobga qarab javob berdi. Avvaliga uni qo'lga kiritganimdan rosa xursand bo'ldim. Lekin nomini o'qiganimdan keyin bilmadim. Xursandchiligim hayrat va xavotirga aylandi. Nega? Hayo boshini ko'tarib Aminga qaradi. Nega deganingiz nimasi? Nega kitobga nisbatan hislaring to'satdan o'zgarib qoldi? Hayo kitobga yana ham aniqroq aytganda uning sarlavhasiga qaradi va o'ylagan holda javob berdi. Sarlavhasi tufayli bo'lsa kerak. Amin tabassum qildi. Sarlavhasining kitob mavzusiga aloqasi yo'q. Hayo nigohini yana Aminga qaratdi. Kitobning qandayligi sarlavhasidan ma'lum degan gap bor-ku axir. Boshqalarning fikri bilan ish qiladiganlardan ekansanda. Nima demoqchisiz? Aytmoqchimanki, sen o'z tajribangga suyanib emas, boshqalarning gap so'zlariga qarab harakat qilar ekansan. Boshqalarning fikriga suyanish ancha vaqtingizni tejashga va kamroq kuch ketkazishga yordam beradi. Kiyimlaringni ham odamlarning gap so'zlariga qarab tanlaysanmi? Shaxsan o'zim yo'q. Lekin shunday yo'l tutadigan ko'plab odamlarni bilaman. Men o'zing haqingda gapiryapman. Men yo'q, hech qachon. Kiyim tanlashda, xususan oyoq kiyim tanlashda odamlarning fikrlariga umuman suyanmayman. Unda farq nimada? Nega kitoblar borasida odamlarning fikriga suyanyapsan-u? Kiyimlarda yo'q. Chunki kitoblar bo'yicha yetarlicha bilimga ega emasman. Lekin kiyimlar borasida ko'p narsani bilaman. Shuning uchun ham menga qanday kiyim munosib ekanini boshqalarning fikriga suyanmasdan tanlay olaman. Bunday darajaga qanday erishgansan?
yoki shunday tug'ilganmisan? Hayo tabassum qildi. Yo'q, tajriba orqali bilganman. Unday bo'lsa, boshqalarning fikrini emas, shaxsiy tajribangni baho berishdagi asosga aylantirgin. Boshqalarning fikri muhim emas demoqchimisiz? Salbiy fikrlari bo'lsa ha. Zero ommaning fikriga suyanib ish qilish gohida seni ko'p narsadan mahrum etadi. To'g'ri, hayotingni maslahatlashadigan, fikrlarga suyanadigan odamlarning bo'lishi kerak. Lekin ommaning qarashlarini hayot tarzingni belgilab beradigan kompasga aylantirmasliging lozim. Aynan mana shu jihatdan sening fikringga to'liq qo'shilmayman. Xususan sendek zukko, qobiliyatli shaxs borasida. Hayo xursand bo'lib ketganidan tabassum qildi. Rostdan ham men zukko qobiliyatli deb o'ylaysizmi? Amin tabassum bilan zinapoya sari yo'l oldi. Ha, katta bo'lganingda buyuk inson bo'lishingga ishonaman. Hayo xavotirlanib so'radi. Qayerga ketyapsiz? Amin tepa qavatga ko'tarilarkan javob qaytardi. Kitobni o'qib bo'lgach, oldimga chiq, senga qahva tayyorlab beraman. Hayo Aminning ko'zdan g'oyib bo'layotgan qadamlarini kuzatgancha kulib so'radi. Qahvami? Tunda-ya? Hali to'liq ko'zdan g'oyib bo'lishga ulgurmagan Amin tepadan senga aytganimdek ommaning fikriga suyanmay, Hayo nigohini quchog'idagi kitobga qaratdi. So'ngra uni olib ochishga tayyorlandi. Qani ko'ramiz, bu kitobning ichida nima bor ekan. Hayo kitobni ochdi va undan yorqin shu'la chiqib ko'zini qamashtirdi. Bir necha soniyadan keyin Hayo o'zini keng oshxonada ko'rdi. Egnida esa uyda ishlaydigan xodimlarni eslatuvchi kiyim bor edi. Hayo qimir etmasdan atrofdagi narsalarga diqqat bilan razm solib chiqdi. Ro'parasidagi derazadan kechqurun ekanini bildi. Hayo xuddi unikidek libos kiyib olgan ayol kirmaguncha oshxonaning har burchagini diqqat bilan ko'zdan kechirishda davom etdi. Ichkariga kirgan ayol idish-tovoqlar sari yo'l olgancha Hayoga gapirdi. Nega bunday turibsan? Katta xo'jayin uchun kechki ovqat dasturxoni yozadigan payt keldi. Bo'la qol, menga yordam ber. Hayo biroz sarosimaga tushgan holda ayolning oldiga borib yonida turdi. Likopcha va kosalarni olayotgan xonim Hayoni urishib berdi. Nega menga bunday baqirayib turibsan? Yordamlash dedim-ku senga. Hayo hayajonlanib so'radi. Nima qilay? Ayol qo'ldagini qo'yib Hayoga yuzlandi. Birinchi kundan ahmoqgarchilikni boshlaymizmi? Ishga olinganingga 2 soat bo'lmasdan senga tushuntirganlarimni unutibsan-ku. Hayo talmovsiradi. Uzr, nima qilishim kerakligini aytsangiz bo'ldi xonimim. Men sening xoniming emasman. Senga oldin aytganimdek, men hamkasbing Hasina bo'laman. Biz ushbu xonadonning tungi ishlariga mas'ulmiz. Bizning ayni damdagi vazifamiz katta xo'jayinning jahllari chiqmasdan oldin kechki ovqat dasturxonini yozishdir. Hayo xavotirlanib so'radi. Yaxshi. Mana u likopcha va kosalarni dasturxonga olib boraymi? Hasina taajjublangan ko'yi Hayoga qaradi. Lutfan. Hayo idish-tovoqlarni ko'targancha dedi. Xo'p bo'ladi, tezda olib boraman. Hayo Hasinaning aytganini bajarib oshxonadan chiqdi, lekin katta yo'lakda ikkiga ajralgan yo'l qarshisida to'xtab qoldi. Hayo qaysi tarafga yurishni bilmay boshi qotib turaverdi. Shu pallada ortidan Hasinaning yura qol deb koyigan ovozi eshitildi. Hayo cho'chib qo'lidagi idishlarni yerga tushirib yubordi. Idishlarning hammasi chilparchin bo'ldi. Hayo nima qilishini bilmay karaxt holda Hasinaga qarab turar, idish siniqlarini oyoq ostida sochilib yotardi. Avvalgi Hasinaning jahli chiqqanga o'xshadi, lekin uning g'azabi xotirjamlik va nim tabassumga aylandi. Hech qisi yo'q qizim, siniqlarni tozalab olgin-da oshxonaga qayt. Dasturxonni yolg'iz o'zim yozaveraman. Hayo qo'rquv to'la nadomat bilan javob qaytardi. Uzr, afsusdaman. Hasina Hayoning qo'lidan katta patnisni olib, bezovta bo'lma, siniqlarni tozalab olsang bo'ldi, dedi. Hayo cho'kkaladi. Xo'p bo'ladi, deb shisha siniqlarni yig'a boshladi.
Hasina undan uzoqlashib, ehtiyot bo'l, tag'in bu go'zal tizzalarini jarohatlab qo'yma deb ogohlantirdi. Hayo boshini ko'tarib, hech narsa demay, Hasinaning aytgan gapidan taajjublangancha unga qarab qo'ydi. Hayo siniqlarini tozalab olgach, oshxonaga qaytdi va kursilardan biriga o'tirib, Hasinaning kelishini kutdi. Lekin dasturxonni tuzashga kerak bo'ladigan barcha narsalarni olib ketgan Hasina ancha vaqt qolib ketdi. Oradan 1 soatcha vaqt o'tgach, Hayoning ko'zi ilinib, o'tirgan joyida uxlab qoldi. Kimdir yelkasidan turtib uyg'otayotganini sezgan Hayo ko'zini ochib qarasa, qarshisida Hasina turibdi. "Bo'la qol, idishlarni yuv" deyayotgan ekan. Hayo o'rnidan turib, ko'zini ishqalagancha uyqusini o'chirdi. Keyin ustma-ust qalashib yotgan idish-tovoqlarning oldiga borib, ularni yuva boshladi. Hasina esa cho'ntagidan tamaki chiqarib uni yoqdi. Hasina tamaki tutunini puflagancha so'radi: "Qayerdansan?" Idishlarni berilib yuvayotgan Hayo talmovsiradi. "A, nimani nazarda tutyapsiz?" Hasina biroz asabiylashdi. "Nimani nazarda tutyapsiz deb nima demoqchisan? Qayerdansan? Qaysi shahardansan? Qaysi qishloqdansan? Qaysi jahannamdansan?" Hayo kutilmagan bu asabiylikdan hayron bo'ldi-yu, lekin qarshilik bildirmasdan oqsochiq bilan idishlarni artgancha javob qaytardi. "Qayerdansan dedingizmi? Shahrimizdanmisan?" Hayo bir-ikki idishlarni quritgancha joyladi. Ha. Hasina oyog'ini chalishtirgan holda tamaki tutunni purkadi. "G'alati. Seni bu yerga olib kelgan odam shaharlikka o'xshamaydi. Uni qishloqlikka o'xshatgandim." Hayo qo'lini fartugiga artib so'radi. "Tugatdim. Yana qandaydir xizmat bormi?" Hasina oyog'i bilan tamaki qoldig'ini ezg'iladi. "Ha, mana u kursini olib qarshimga o'tirchi." Hayo Hasinaning aytganini qilib, uning oldiga o'tirdi. Hasina Hayoga tikilib, xotirjamlik va qat'iyat bilan gap boshladi. "Hoy qizim, meni yaxshilab eshit. Bilganingdek, bu yerda bajariladigan ishlar oson, beriladigan haq yuqori. Lekin kimlarga xizmat ko'rsatayotganimizni va ularni rozi qilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerakligini bilishing kerak." Hayo xavotirlanib so'radi. "Bu yerda oqsoch bo'lib ishlash bizdan ko'p narsa talab qiladimi?" "Asosiysi katta xo'jayinni rozi qilish." Hayo xavfsirab so'radi. "Qay darajada rozi qilish? Nima demoqchisan?" "Gaplaringizga qaraganda katta xo'jayin rosa tajang odamga o'xshaydi." Hasina keskin ohangda jerkidi. "Tajangmi, tajangmasmi, senga nima farqi bor? Asosiysi u o'z ishingni ko'ngildagidek bajar. Tamom vassalom." "Mening vazifam nima, aniqroq ayta olasizmi?" Hasina yangi tamakini cho'ntagidan chiqarib, uni yoqqan holda so'radi. "Seni bu yerga olib kelgan odam qanaqa ish qilishingni aytmadimi?" "U menga xizmatkorlik qilasan deb aytdi, xolos." Hasina tamakisini tutatib, "Xizmatkor? Bu xunuk so'z nimasi bo'ldi? Sen xonadon yumushlarini boshqaruvchi xodimasan. Nomlanish qanday bo'lsa ham bajarilishi kerak bo'lgan vazifa bir-ku. Lekin bu yerda sendan talab qilinadigan qo'shimcha vazifa ham mavjud." Hayo qovog'ini solib so'radi. "Qanday vazifa?" Hasina ko'rsatkich barmog'i bilan tamakisining kulini to'kib yerga, so'ngra Hayoning oyog'idagi yaltirab turgan qop-qora tufliga qaradi. "Senga oldin aytganimdek, katta xo'jayin qari va haddan tashqari boy odam. Farzandlari o'z hayot yo'llarini topishga qaror qilib, bu yerni tark qilganlaridan beri yolg'iz yashaydi. Ular xo'jayinni faqat bayramlarda 1-2 martagina ko'rgani keladi, xolos. Afsuski, ba'zilar umuman bu munosabatlarga e'tibor bermaydi." "Keksa odam dedingizmi?" "Ha, shunday.